Assalomu alaykum. Xo'p, bugun sizlar bilan A darajadagi ikkinchi testini ko'ramiz. Boshlaymiz. Xo'p. Bu yerda qo'shish ishlatilyapti. E'tibor beramiz. X ga Y ni qo'shganim 38 ekan. X qo'shilgan Y barobar 38. Mana bundan foydalandik. Endi pastdagi ifodadan foydalanib z ni bemalol topsak bo'ladi. X ga Y ni qo'shadigan bo'lsam 38 ekan, unga z qo'shadigan bo'lsam 46 ekan. Demak, z barobar 8. Z ni topib oldik, mana 8 ekan. Demak, z ga z qo'shsam y chiqqan, demak y 16. Ana y ni ham topdik. Bu 16 ekan. 16 ga x ni qo'shganimda 38 chiqadi. Shu joydan foydalanishim kerak. X ni bo'lish kerak 22. Mana x ni ham topib oldik. To'g'ri javob D variant ekan. D ni mana belgilab qo'yamiz. Bo'ldi, shu bilan birinchi savol tugadi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda qonuniyat topib turib ishlashimiz kerak. Qonuniyat mana bunaqa. Umumiy hammasini qo'shib chiqamiz. 22 ga 6 28, unga 24 ni qo'shadigan bo'lsam 52 chiqadi. 23 ga 5 ni unga 24 ni qo'shadigan bo'lsam, xo'p, 23 ga 5 28, unga 24 52 chiqadi. Qo'shganimda 52 chiqadigan qonuniyat kerak. Xo'p, 8 ga nechini qo'shib 36 52 chiqish kerak. X ni barobar bo'lish kerak bo'ladi 8 ga. Shunda 8 ga 8 16, 16 ga 36 ni qo'shaman, 52 chiqadi. To'g'ri javob D varianti. Mana D ni belgilab qo'ydim. Uchinchi savolga o'tamiz. Xo'p, bizdan so'rayapti x plus y plus z yig'indini. Bu yerda foydalanishim mumkin bo'lgan mana bu 160 soni. Qaysi sonni o'zini o'ziga, ya'ni y y ga qo'shsam 160, ya'ni bu sonim 80. Mana 80 da yozib oldim. Mana bu yerga ham 80 da yozib olaman, bu joyga ham 80 da yozib olaman. Endi x ga x ni qo'shsam 80 ekan, demak x im 40 dan. Z ga z ni qo'shsam 80 ekan, demak z im ham 40 dan. Bo'ldi, shunga ko'ra x plus y plus z ni topishim kerak. X im 40, y im 80, x z im ham 40. Natijam 80 80 bitirib 160. Javobda turibdi ekan. Mana ni belgilab qo'yaman. Shu bilan 3-savolimiz ham tugadi. Endi 4-savol. K ni topish so'ralyapti. K mana bu yerdagi son. Xo'p, e'tibor beramiz. Birinchi topish mumkin bo'lgan son mana z ga z qo'shsam 68 ekan. Z im necha degan savolga javob topsak bo'ladi. Xo'p, z imiz necha? Z imiz 34. Mana yozib qo'ydim 34. Mana bu yerga ham yozib qo'yaman 34 deb. Endi qarang, y ga y ni qo'shsam 34 chiqish kerak. Demak, y im barobar bo'lish kerak 17 ga. Bo'ldi, shu joyda o'zida mana qarang, e'tibor beramiz. K ga 17 ni qo'shganimda 23 chiqyapti. K ni shu yerdan topsam bo'ladi. Barobar 23 deymanda K barobar 23 minus 17, ya'ni 6 ga teng. Bo'ldi, shu bilan topdik. To'g'ri javob B variantda mana B ni belgilab qo'yapmiz. Shu bilan 4-savolimiz ham tugadi. Endi keyingisiga o'tamiz. 5-savol. Xo'p, x ni 6ligini topsak bo'ladi. X ga x ni qo'shsam 12 chiqayotganidan, x ni 6ligidan bu yerga ham 6 qo'yib olaman. Bundan foydalanadigan bo'lsam, qarang. Y ni qo'shsam 6, demak y im barobar bo'ladi 3 ga. Xolosa 3 ga nechini qo'shsam 5. Albatta z im barobar bo'ladi 2 ga. Mana z ga ham 2 ni yozib oldim. Bizdan nimani so'ragandi? Z so'ragandi. To'g'ri javob B variant ekan. Mana B ni belgilab qo'ydim. Shu bilan 5-savolimiz ham tugadi. Endi 6-savolga o'tamiz. 6-savol. Xo'p, qarang. Z ga z ni qo'shganimda 40 chiqyapti. Demak, z im barobar bo'lishi kerak nechiga? 20 ga. Mana 20. Mana bu yer 3z ligidan foydalanadigan bo'lsam 3 da 20, ya'ni 60 bo'ladi. Y im 2 y ni qo'shganimda 60 chiqishi uchun 30 dan bo'lish kerak. Mana 30 dan yozdim. Y 30, 4 da 30 im 120. X im barobar bo'ladi 60 60 bo'lib. Mana hammasini topib oldim. Endi x plus y plus z ni topaman. Xo'p, x im 60 qo'shilgan y im 30 qo'shilgan z im 20. Umumiy yig'indini hisoblab chiqsam 110 bo'ladi. D javobda turibdi ekan. Mana D ni belgilab qo'ydim. Shu bilan bu 6-savolim ham tugadi. Endi 7-savolga o'tamiz. 7-savol. Xullas, mana shunaqa holat. Biz A plus B plus C ni topishimiz kerak. Xo'p, ketdik. Qarang, bizda ko'paytirish kelyapti. A ni B ga ko'paytirsam 5. Demak, bittasi 5, bittasi 1. Qaysidir bittasi. Endi C ni B ga ko'paytirsam 35. Ikkalasida ham qatnashgani o'sha umumiy son bo'ladi. Ikkalasi ham 5, mana qarang, 5 ga ham 35 ga ham bo'linadigan son 5. Ikkalasida ham bori B bo'lyapti. Xulosa B ham barobar bo'ladi 5 ga. Birinchi yo'l. Demak, A ham barobar bo'ladi 1 ga ko'paytirganimda C ham barobar 7 ga bo'ladi. Bizdan yig'indini so'rayapti. A barobar 1 qo'shilgan B barobar 5 qo'shilgan C barobar 7. Umumiy yig'indini hisoblab chiqamiz. 6 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 13. To'g'ri javob E variantiga mana E ni belgilab qo'ydim. Shu bilan bu misolimning ham javobi chiqdi. Endi 8-siga o'tamiz. 8. Ketdik. Y ga y qo'shganda 34 chiqadi. Demak, y barobar bo'ladi 17 ga
Endi qarang, z ga z qo'shsam 17 ekan. Ya'ni ikkita z'im barobar bo'ladi 17 ga. Shu turishda yozaveraman, chunki bu yerda ikkita z ishlatilyapti. Endi y 17 ligini hisobga oladigan bo'lsam, bu yerga 17 ni qo'yib yuboraman. X ga x qo'shsam ham, ya'ni 2 x ham 17 ekan. Xulosa qo'yib yuboramiz. 2 x 17, 2 z 17, y 17 qo'shib turib ayirib olishim kerak. 17 ga 17 ni qo'shsam 34, yana bitta 17 ni ayiradigan bo'lsam 17 qoladi. To'g'ri javob D variant bo'ladi. Shu bilan mana 8-savolimiz ham tahlili tugadi. Bo'ldi? Hamma savollarni tahlil qilib bo'ldik. Mayli, ertaga xudo xolasa ko'rishguncha.